Va akalar assalomu alaykum deymizlar. Qo'ng'irotga keldik. Kaptarlar kuchlilar ekan. Ha, onami? O'rtada turgan. Oqda ham bor ekanda, bak qora ko'za. O'sha bo'ralar ham bor ekan. Nari ekan, buni modam shu. Beh. Ana qo'shtoqlar. Nasıl çubi? Bunu nasıl çubi ayağın ucunda duruyor ekan, Sheralaka. Bu nasıl çubi narmi moda mı? Moda ekan. Polvon moda ekan. Tuxum ham qo'yamiz yapishkili belishib qoldi. Osh qo'shtoq bilan jup ekan. Qasir bolasi. O sochlarda bolasimi? Onları bormi? Mana kep. O qora ko'zimi? Ha, qora ko'zmi? Yo'q, rashtaqa chiqib qoldi, qora bo'lmas kerak. Og'zidan chom bergan. O jo'nalar ham zo'r chiqqan ekan. Oqbosh ham yaxshi ekan. Oqbosh yosh kattami bunini? Yo'q, Uchganmi, uchmaganmi? Bollarni uchirmaysizmi? ha, mana shu 200% garantiyalilar. Buni Bu qanchadan berasiz ular? Ha? Yana kendi ko'chamasdan. ko'zini ko'raylik. Ko'zi ham toza ekan mana shuni. O'zini to'g'risi hashangisi yo'q. Og'zini ochyapti-da. Nimaga qilyapti? Maydaligi. Hech bo'l. Mana bu beraverasiz. Aytingki, nima? Aytsa deygan. Men yaqinda kaptar vaqt desa, men quloq qildim aytingki. Hech bo'l. Yo'q. Anaqa kaptarlarimiz ham 1 million so'rashmayapti. Bu narxdan moda bo'ladi.